Assalomu alaykum azizlar. Men ayni paytda mana yonimda Usmon hoji doda bilan o'tiribman. Bu kishi bizning qo'shnimiz bo'ladi. Uzoq yillar maktabda direktor bo'lib ishlaganlar, o'qituvchilik bo'lib ishlaganlar, juda ko'plab shogirdlarni ustozi, hozirda ko'plab nabira evaralarni dodasi, buvasi, yoshlari ham mana qariyb 75 yoshga 76 ga qarab ketyaptilar. Men bu kishini bir 4 yildan beri bilaman, qo'shni bo'lib yashaymiz va biz yangi ko'p qavatli uyga ko'chib o'tganmiz. Bilasizlar, doim olimlar bilan yoki ijodkorlar bilan suhbatlar uyushtirardim. Men bugun ko'p yildan beri mana shu kuzatib bu kishini suhbatga tortdim va sababini hozir bilib olasizlar. Ya'ni gap shundaki, biz mana ko'p qavatli uyga ko'chib kelganda atrofda daraxtlar bo'lmaydi, deylik gullar bo'lmaydi, umuman yashil manzarali bir muhit bo'lmaydi. Mana shuni yaratishda men hali ko'rsatuv davomida bunga guvoh bo'lasizlar. Butun katta bog' yaratishdi. Bu yerda Usmon hoji doda boshchiligida va ko'plab bu yerdagi otaxonlar, qo'shnilar yordam berishdi. Kimdir ko'chat sotib olib berdi va hokazo. Umuman men bog'dorchilikni siri, buni ahamiyati nima uchun kerak o'zi shular haqida gapirib berishlarini so'rab, men Usmon hoji dodaga murojaat qildim. Usmon aka, marhamat, endi so'z sizga. Avvalambor assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar. Men mana necha yildan beri yashagan bo'lsam, mani bobolarim hozirgi Yuzli vokzalda bizni juda katta bog'imiz bor edi. Bobom o'sha joyda bog'bonida uzumni 7 xil 8 xil uzum, yong'oq, undan keyin tut daraxtlari, o'rik, xullas hamma mevadan bordi. Biz asli Namangan Chust tumanidan bo'lganligimiz uchun mana shu yerda bobom juda katta bog' yaratdi. Undan keyingi ikkinchi bobom Oqqo'rg'onda ham juda katta bog'lari bor edi. Bodom ekillardi, har xil o'rik, har xil mevalari juda katta bog' yaratgandi. Bulardan qarab turib dadam yerlarga 113 gektar yerda vodiydan ko'chat olib kelib, juda katta bog' yaratib ketdi yerlarda. O'sha yerlarga biz borganimizda ko'rsatardi. Bizni ko'chat ekishga olib borar, odam topolmas edi. O'sha yerda odamlar uyda yotib ko'chat ekardik. O'sha bahorda borib 5 o'g'il hammamizni olib borib ko'chat ekishga olib borardi. O'rtalariga, ko'chatlari o'rtasiga bo'sh yerlarga qovun, tarvuz, pomidor, bolgarskiy, baqlajon shunaqa ekinlarni ekib yurar edik. Shundan ruhlanib, men ham mana yoshligimdan boshlab shu qayerga borsam albatta hech bo'lmasam shu eshiging tagiga ikkita nihol bo'lsa ham eksin. Ko'chadan o'tib ketayotgan bo'lsam ham eshiging tagida bironta nihol bo'lmasa, men shu yerda qovla shuni qovla shunga xandak qilgin, men ko'cha topib beraman deb ko'chaga eshigini oldiga tut daraxti, yong'oq daraxti, undan keyin o'rik daraxtlarini olib kelib berardim. Har xil qilib eshiging tagi salqin bo'lsin deb mana shunday qilib, demak hammani bog' yaratish uchun demak katta e'tibor berardim. Bundan qayerga borsam, o'sha qaysi xonadonni ko'rsam, albatta shu xonadonga kirgandan keyin Sirdaryo sharoiti cho'l zona bo'lgani uchun odamlar mevali daraxtga uncha e'tibor bermas edi. Eshiging tagiga qator qilib o'rik uzum daraxtini ekin. Uzumni ko'tarsang ichida tagida mazza qilib kechasi ham yotasan deb o'shalarga hammasiga katta yordam berardim. Undan keyin o'zim 40 yil maktab direktori bo'lib ishlagan bo'lsam, birinchi Sirdaryo tumanidagi 35-maktab direktori bo'lib ishlagan bo'lsam, Namangandan borganimda, fevral oyining oxiri, martda boshlarida borganimda qopga solib shoptoli, o'rik hamda yong'oq ko'chatlarini olib kelib maktabning orqasida bo'sh yer bor edi. Qator qilib orasini 4 metrdan qilib o'sha yerga chiroyli qilib bog' yaratdim. Undan keyin 6-maktab direktori bo'lib o'tdim. 6-maktabda ham demak 32 yil 6-maktab direktor bo'lib ishlagan bo'lsam, atrofini hammasini bog'-rog'larga aylantirib, darcha ko'cha tomonga demak hozir aytaman, sadaqa yarog'ochi ekib salqin qilib hamda
har xil mana shunaqa mevali hamda manzarali daraxtlardan hammasini ekib o'sha maktabni bog'ga aylantirdim. Keyin demak bolalar masalan deylik o'zim o'qigan maktabga bir o'quvchini matematikadan tayyorlagan edim. Menga 4 million mukofot berdi. Shundan 3 million 772 ming pul chiqdi. 1 millioniga 9 mingdan ko'chat olib kelib, har xil ko'chat olib kelib o'zim o'qigan maktabga, 5-maktabga qator qilib, demak mevali hamda manzarali daraxtlarni ko'p yasha. archa daraxtlarini olib ekib, o'sha yerda mana haligacha o'sha maktab shunday chiroyli bo'lib turibdi, meva daraxtlarga bitta. Men bunga qiziqishimning sababi yangi maktabni o'sha 6-maktab qurgandan keyin menga putyovka berishdi. Issiqko'lga putyovka, Cho'lponotaga putyovka berdi. Cho'lponotaga borganimda kirishdan katta qilib pano yozib qo'yibdi. Panoda Savelich Andrey Ivanovich degan ism o'qidim. Savelich Andrey Ivanovichning otasi bir vaqtlar astmatik bo'lgan ekan. Gubernator bo'lib ishlagan Rossiyaning qaysi viloyatida. Havo yetishmaganiga shu Cho'lponotaga kelib, shu yerda Goluboy Issiqko'l sanatoriyasini ochilishi shu kishi sababchi bo'lgan ekan. Keyin o'g'liga aytgan ekanki, o'g'lim Andrey, meni bor pulimni hammasini, dunyomni hammasini shu Issiqko'lni shimoliy tomoniga, ya'ni bu tomon tuproqli tomoniga hammasiga demak daraxt ekkan deb 16 yil ichida demak 10 ta eshak aravada, ot aravada Rossiyadan ko'chat olib kelib, Balikmaston ko'chat olib kelib, o'sha ko'chatlarni ekkan ekan. Hozir aytaman. Daraxt nomi eng yaxshi daraxtlardan ekkan ekanda. Undan keyin o'sha kishi 16 yil 1886-yildan 2002-yilgacha 16 yil davomida Cho'lponotadan Przhivazgacha 87 kilometrga chap tomoniga hamma 4 qatordan, o'ng tomoniga 2 qatordan qilib o'sha daraxt ekkan ekan. O'shani ko'rib ekskursiyaga borgan edik. Shuni ko'rib men keyin demak qiziqishim ortdi. O'shandan kelgandan keyin har yili qayerga borsam, qaysi xonadonga borsam albatta shu tavsiya qilaman o'shalarga eshik tagiga yoki hovlisiga uzumli, mevali daraxt, iloji boricha meva daraxt ekishni tavsiya qilaman. Mana hozir biz ko'chib kelganimizga bu yil kuz kelsa 4 yil bo'ladi. Bu yerda kelgan paytimizda to'g'ri mana qurilish kompaniyasi tomonidan ekilgan manzarali daraxtlar bor edi. Lekin ular ham sug'orilmasa, parvarish qilinmasa qurib qolish xavfi bor edi, yozda. Shu paytda qanaqa holat edi? Qanday ishlar qildik? Mana birgalikda qildik-ku endi siz boshchiligingizda. Ularni eslab gapirib bering. Birinchi yil biz ko'chat ekamiz desak, yo'q dedi, dekorativ ko'chat, mevali ko'chat kerak emas dedi. Men birinchi yil kelgan yili bahorda 24 ta Chorsudan ko'chat olib kelib, o'sha daraxtlarni orasiga, bo'sh joylarga hammasiga ikki tomonga demak bahorda ekdik. Keyin kuzda boshqalari ham hammasi agitatsiya qilib birgalikda mana bu yerda haligi Olimjon bor, Fag'riddin akalar bilan birgalikda yana Baxtiyor aka demak birgalikda hammamiz birgalikda yana 68 ta ko'chat olib kelib o'zimizni mana shu hovlini hammasini o'rtalarigacha hammasigacha meva daraxt bilan bezadik. Undan keyin qolgan 3-dom bilan 4-domning o'rtasiga ham keyingi yili, ya'ni 23-yili borib bozordan 54 ta meva daraxt olib kelib, hammasi nok, undan keyin o'rik, gilos, olxo'ri ko'chatlarni olib kelib, u tomonga ham ekdik. Keyin kech kuzda narigi orqa tomonimizda qurilgan 4 ta yangi domlar bordi. Yangi domlarga birgalikda shu Baxtiyorjon bilan, o'sha hali Odiljonlar bilan birgalikda hammamiz o'rtaga pul yig'ib, u tomonga 250 ta ko'chat olib kelib, u tomonni ham domlari yoniga 14-dom, 13-domni oldi, 11-, 12-domlarga ham hammasiga mevali hamda manzarali ko'chatlarni ekdik. Mana hozir juda mahallamiz
el xalq ko'radigan chiroyli bo'lib qoldi. O'zi bu yildan aytish kerakki, mana ko'p bu yerda tutlar, mana Tutlar bor. balq tutlar bor va hokazo mevalar bor, hosilga kirishni boshladi. Yana shuni aytib o'tish kerak. Endi bu yerdagi qo'shnilarimizni hissasini ham aytib o'tib ketishimiz kerak. Masalan, Ulug'bek akalar, Budomdagi Ulug'bek, Udomdagi Ulug'bek. Demak, ular ham deylik o'rik daraxtlari va boshqa manzarali anjir, boshqa daraxtlarni bizga bozordan olib kelib berib, hissa qo'shishdi, to'g'rimi? Ularni ham aytib o'tishimiz kerak. Ularga ham albatta mingdan ming rahmat deymiz. Endi Usmon aka shu yerda aytib o'tish kerakki, mana shunday odamlar bor, ba'zan hatto deylik podyezdida tushib yotgan bitta bir chiqindini bir chetga olib qo'ymaydi, to'g'rimi yo'qmi? Yo bir daraxtga suv qo'yish. Mana sizlar bu yerga har yil rayhon ekasizlar, bog' aturgullari ekilgan, gurkirab, yashnab turibdi. Mana shu bir qandaydir befarqlik, loqaydlik ham kuchayib boryaptimi deymanda, siz nima deysiz shu? Albatta, hozirgi yoshlarimiz mana shunaqa obodonlashishga mutlaqo e'tiborsiz bo'lib qolyapti. Ertalab tong sahar ishga ketsa, kechqurun kech qaytyapti. Shu chiroyli qilib eshik tagiga, podyezdning oldiga ikkita daraxt ekkin desak, ertaga pishsa bolalar sindiradi, keyin yerga tushadi. Pashsha bo'lsa oynadan pashsha kiradi deb ekmayapti. Obodonlashish. Hozir aytishimiz kerakki, mana shu qurib qolish bori ham shu kompaniya tomonidan qurilgan, ekilgan daraxtlar ham qurib qolish ehtimoli bor edi. Yoz issiq kunlarda bu chelaklab bo'lsa ham suv qo'yib, biz o'sha qo'shnilar yordam qilib, hammasi Usmon aka boshchiligida qilindi va shuni aytish kerakki, mana bugun yam-yashil bir bog', muhit, bir biologik, nima deydi, ekologik bir muhit yuzaga kelgan. Bolalar mazza qilib o'ynaydi, qo'shnilar yonma-yon o'tirib bu yerda dam oladi, odamning bir bahri dili ochiladi. Juda bir chiroyli ekologik bir muhit yuzaga kelgan. Ertalablari yana men ko'p kuzataman, biz ishga turish uchun chiqib ba'zan balkonga chiqsak, Usmon aka mana bu yerdagi keksalarimiz podyezdlardagi yoki ayvonlarda yonib turgan chiroqlarni tong otishi bilan bomdodda o'qishgandan keyin o'chirib chiqishadi. Bu ham bir katta savob ish. Buni biz yoshlar ayniqsa o'rganishimiz kerak deb o'ylayman-da. Mana shunday qadriyatlar, atrofga loqayd bo'lmaslik, xalqni, jamoani o'ylash, qo'ni-qo'shnilarni o'ylash bir qadriyatlar, mana shunga o'xshagan qadriyatlar yashab qolishi kerak, davom etishi kerak. Sizlarning borlaringizga shukr. Umuman olganda mana shu daraxt ekkan odam o'zi ham hayotda o'sadi, rivojlanadi, baraka topadi deydi, to'g'rimi yo'qmi? Shunga bir misollar aytish mumkinmi hayotdan? O'sha haligi Savelish Andrey Ivanovichning o'g'li dub daraxtini ekkan. O'sha Rossiyadan 10 ta ot aravada daraxt olib kelib ekkan odam shunchalik ko'p daraxt ekkanligi uchun 104 yoshga kirgan. 104 yosh bu hazil kam emas. Keyin yana men Sirdaryoda ruslarni ham kimni ko'rsangiz, Jamoliddin Oqsoqolni yo'lini bersin, Jamoliddin Oqsoqolni yo'lini bersin deyshadi. Nimaga bu Jamoliddin Oqsoqolni yo'lini bersin degan gapni keyin bilsam, Jamoliddin Oqsoqol o'zi bitta ekan. Uylangandan keyin onasi aytibdiki, ikkita patir ichiga meva-cheva solib, to'ramni oldiga olib borgan ekan. To'ramni boring, to'ramdan bir duo olib keling deb to'ramni oldiga borgan ekan. To'ram aytibdiki, o'g'lim, O'rinboy kanali bor. Chunki hech kim ko'chat ekmayapti. Agar sen 7 ta yong'oq, 7 ta o'rik, 7 ta tut daraxti eksang, o'sha daraxtlar ko'karsa, Alloh taolo senga 7 dan farzand beradi degan ekan. Keyin bu Sirdaryoda turamiz, ko'chat yo'q, borib Gulistondan borib ko'chat olib kelib, o'sha O'rinboy kanalining bo'yiga demak 7 dan emas, o'sha boylangan 10 tadan olib kelib yong'oq daraxtini 10 tadan, undan keyin o'rik daraxtini 10 tadan, undan keyin tut daraxtini ko'proq olib kelib shu kanalni bo'yiga to 15-martda suv keladi kanalga, o'shangacha hammasini kanal ichdan turib hammasini ekkan ekan. Alloh taolo 7 ta o'g'il, 2 ta qiz beribdi. Ana o'sha o'g'illari hammasini o'qitib voyaga yetkazib, qizlari hammasi voyaga yetkazib, shu odam 95 yoshda hayotdan ko'z yumibdi. Bolalari hammasi o'qimishli, hammasi o'zini o'zi eplab, hammasini to'ylarini ko'rib, mana o'shaning uchun hamma Sirdaryodagilar kimni ko'rsa, Jamoliddin Oqsoqolni yo'lini bersin deydi. Bu degan so'z shu ekkan ko'chatlari uchun Alloh taolo shuncha umr, shuncha farzand berib, 9 ta farzand ko'rib, Alloh taolo 95 yoshga bergan ekan. O'shaning uchun meni haligi taklifim yoshlarga, demak qayerga borsak ham
biz hech bo'lmasam ikkita nihol ekishimiz kerak. Ikkita eshik tagiga bo'lsa ham. Ertaga boshimizda to'ylar bor, ma'rakalar bor, yosh kunlar bor. Kelgan odam ham o'sha eshik tagiga kelsa bahra oladi. Demak, mana shu ko'chatni ekib qo'yibdi deydi. Yana ikkinchi bir yaxshi bir tomoni Sirdaryoga Muhiddin Karimovich degan odam Farg'ona nimani Anjonni Shahrixon tumanidan keldi. Sirdaryo shahar, Sirdaryo tuman hokimi bo'lib, u paytda hokimiyat raykom birinchi sekretar bo'lgandan keyin bir zil pritsepi bilan Shahrixondan ko'chat olib kelib, qishloq maktablarining hammasiga, demak ular ko'chat ekishmasdi, hamma shu mol bilan, chorva bilan tirikchilik qilardi. Har bir o'quvchiga ikkitadan yong'oq, ikkitadan o'rik ko'chatini berdi. Qator o'sha rayonida vedomuz qilib turib, demak kechqurun biz o'sha mart oyini, fevral oyini oxiri, mart oyini boshlarida o'sha ko'chatlarni olib borib, har bir bolaga ikkitadan o'rik, ikkitadan daraxtini demak tarqatdik. O'sha nazorat qildik. Eshik tagiga kelsan, qaraysan, suvini qo'yasan, molga yedirmaysan deb o'sha daraxtlar hozir qishloqdagi daraxtlar hozir hammasi mana qarangki, o'sha bu voqea 75-yilda bo'lgan bo'lsa, u Muhiddin Karimovich 24 yil raykom sekretari bo'lib ishladi. Demak, o'sha qilingan haligi mehnatlari uchun Alloh taolo 5 ta o'g'il, 3 ta qiz voyaga yetkazdi. Bolalari hammasi o'qimishli, dono, el xalqqa xizmat qiladigan, elga hurmat sazovor insonlar bo'lib yetishdi. Qarang, u odam men bitta hokim bo'laman deb kelgandan shu endi el uchun men xizmat qilay deb bir zil pritsepi bilan ko'chatni olib kelib, butun qishloq maktablariga nechta bola o'qisa, har bir bolaga ikkitadan tarqatib, ikkita o'rik, ikkitadan yong'oq berdi. Mana o'sha daraxtlar hammasi hozir mevaga Usmon aka, demak shu orqali mana yoshlarni, o'quvchilarni ham bir mehnatga, tabiatga bir mehrli, yaxshi munosabatga o'rgatilganda, to'g'rimi yo'q? Hozir qandaydir bir yoshlarni ishga jalb qilsang, majburiy mehnat deb talqin qilishyapti-da. Shunga nima deysiz? To'g'rimi? Mahallada, maktabda o'rgatish kerak-da mehnatga. Albatta o'rgatish kerak, albatta o'rgatish kerak. Masalan, deylik, shu Muhiddin Karimov shunchalik ish qildimi, hozir maktablarda obodonlashtirish maktablari yonlari, oldilariga gullar ekib, mana atir gullari ekib qo'yganmiz. Har yili demak nima rayhon ekamiz, har xil rayhonlar shu bolalar ko'rsin deb ekyapmiz. Bu bolalarga hammasiga kelajak avlod shu toza nimadan nafas olsin. Prezidentimiz mana o'tgan yil ichida, o'tgan yilning o'zida demak 20 million ko'chat ektirdi butun respublikamiz bo'yicha, yo'llari bo'ylari, temir yo'llari bo'ylariga, katta trassalari bo'ylariga, hamma joyda obodonlashtirish, ya'ni bog' ekish, bog' qilish, o'rmon qilish ish ketyapti-da. Ketyapti. O'shanga e'tiboran biz ham bolalarimizni hammasini tarbiyalaganda erta bahordan hech bo'lmasa ikkita nihol ekishga o'rgatishimiz kerak. Demak, umumiy hisobda mana shu biz endi tomoshabinlarimizda tasavvur hosil bo'lishi uchun, hurmatli tomoshabinlar, bizda mana 8 ta dom bor. 8 ta domning hammasi 9 qavatli. Har birida nechtadan kvartira bor? 125 tadan kvartira bor. Har bir 126 tadan kvartira bor. Mana shu yerda 8 ta domda. Bir mana shu 8 ta domda bir aylanib chiqsangiz 1 kilometr yo'l bosasiz aylanasiga. Endi bitta Usmon aka, men ko'p kuzatganman-da, qanaqa hikmat bor, bir maqsad nima? Mana ba'zan bu yerda biz ko'p daraxtlar ekkanimizda, albatta bir 8-10 yoshli bolakaylarni chaqiradilar-da, bu kishi daraxtni ushlatib qo'yadilar. Biz suv qo'yamiz, tuproq tagiga yig'amiz, lekin shu daraxtni yosh bolaga ushlatib qo'yishning qanday ma'nosi bor? Yosh bola tez o'sadi, daraxt ham tez o'ssin deb yosh bolaga beriladi. Shuni energiyasi o'tsin, shuni energiyasi, shu bola shu biladiki, shu daraxtni shu ushlaganida, demak mana men shu daraxtni ekkanman deb esida qoladi. O'shaning uchun bolalarni chaqirib daraxt ekayotganda, sen shuni ushab turgin deb ushlaydi, keyin biz atrofiga suv solib, tuproq solamiz. O'shaning uchun bolalarni hammasini kelajakda ular ham bir bog'bon, bir yaratuvchi, obod qiluvchi inson bo'lib yetishadi. Mana tushundim. Bir mahallada yig'ilib bir 18 tami 20 ta mana shu demak 12 yoshdan toki 15 yoshgacha bo'lgan bolalar, 9 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar hammasini yig'ib daraxtni sindirishi ziyoni, demak o'shani kalta qilib sindirmasligini,
barglarga teginmasligini Ha, hammasini yig'ilish qilganlar, bolalarga yig'ilish qilganlar bular o'rgatib, to'g'ri? o'rgatib. Hozir mana bironta bola bironta daraxtni shoxini sindirmaydi ham. Sindirib ketish holatlari bo'ldi-da, Birinchi gullarni, boshida. daraxtlar sindirish holatlari bo'ldi. Keyin bu kishi hamma bolalarni yig'ib tushuntirib o'tkazganlar o'tgan yili yozda. O'tgan yil yozda. Usmon aka, Bahorda. mana bir kuni bir podsho o'zini mulozimlari, askarlari bilan bir ko'chadan o'tib ketayotgan ekanda, bir yoshlari saksonga borgan otaxonni daraxt ekib turganini ko'rgan ekanlar. Keyin yondagi vazir aytibdiki, qarang, yosh saksonga borib qopti, hali bu mevasidan yeydimi yo'qmi? Yosh shuncha keksa yoshda daraxt ekyapti desa, keyin podsho ham to'xtatibdi, to'xtanglarchi deb ana otaxonni savolga tutibdi. Rivoyatda bu bir. Rivoyatda ham lekin hayot haqiqatlari bo'ladi. To'g'ri. Otaxon, yoshingiz nechida? 80dan o'tdim. 80dan o'tibsiz. Bu daraxtlar qachon jonga kiradi-yu, meva kiradi? Qachon mevasidan yeysiz? Sizga nima foydasi bor desa, ha men yemasam shudan o'tgan qaytgan odam yeydi, bolalar yeydi, qo'shnilar yeydi, xalq yeydi desa, buni gaplaridan podsho nima deydi, xursand bo'libdi-da, darrov bir qop tilla beringlar, bir qopchada tilla beringlar debdi. Keyin shunday tillani olishi bilan haligi otaxon keyin olganlaridan keyin aytibdiki, mana ko'rdingizmi, hazrati oliylari hozirdan meva berishni boshladi degandan keyin podsho bu gapiga yana qoyil qolibdi-da, keyin yana bir qop tilla beringlar desa, shu tillani olayotgan paytda ana qopchadan bir tilla yerga tushib ketdi. Haligi otaxon 80 yoshdan oshgan bo'lishlariga qaramay chaqqonlik bilan ana tilla tangani ilib olibdilar-da. Keyin yondagi vaziri sal nima deydi, hasadgo'roq bir g'alamis odam ekan, aytibdiki, ko'rdingizmi podshohim, siz shuncha 2 qop tilla berdingiz, lekin darhol shu tushib ketayotgan tillani olishga harakat qilib, shunchalik ochko'z ekan, to'ymaydigan chol ekan deb endi podshoga shunday ship-ship deydi gap. Keyin podsho aytibdiki, nimaga endi shuncha olding, to'ymaysanmi, shuncha senga qanoat qilmaysanmi, qilmaysizmi deb otaxonga aytsa, otaxon aytgan ekanki, qarang, bu tilla tangani bir tarafida podsholigimizni ramzi bo'lgan nima deydi, o'zimizni bir ramzlarimiz aks etgan, bu tomonida yana bir milliy ramzlarimiz aks etgan. Qanday bu yerga tushib, yana undan tashqari bu nasiba, bu odamni bir rizqi, bu pul ham degandan keyin podsho yana bir qoyil qolib, 3-marta unga yana ihson berib, o'sha hadya berib xursand qilgan ekanda. Demak, sizga ham endi shunga o'xshagan bir savol bersakda, mana yoshingiz qariyb 80 ga ketyapti. Bu mevalarni qanchasini hali yeysiz va yemaysiz? Nimada qanday bir xayollar o'tadi? Bizdan keyingi farzandlar hammasi shu mevalarni hammasini yesin, sindirmasin, bizga o'xshab mana shunday bog'lar yaratsin deb niyatimiz shu. Bizdan keyingilar yeb shundan bahramand bo'lsin, soyasidan bahramand bo'lsin, duolar qilsin, bahramand bo'lsin. Demak, bizning niyatimiz shu. Rahmat. Endi Usmon aka, mana bog' haqida gapirdik. Tomoshabinlarimizga o'zingiz bu qanaqa navli tutlar ekilgan, daraxtlar ekilgan bir yursakda ko'rsatsangiz. Mayli. Bo'ladimi? Demak, domlari har bittasini podyezdlari oldiga, ikki tomoniga o'rik, mana yong'oq, o'rik ekkanmiz. Keyin ichkariga yer qora bo'ladi deb biz shotib ekkanmiz. O'rtaga qator shotib ekkanmiz. Shotib yerga tushsa yerlar qop-qora bo'lishi uchun shotib ekkanmiz. Narigi tomonlarga marvarid tut, ana 4 tut, bu tomonga marvarid tut, gilos. Hamma joyga gilos ekkanmiz, qora gilos, ola giloslardan ekkanmiz. Xurmo bor, mana hamma mevadan, xullas hamma mevadan ekilgan qator qilib, shular hammasi bolalarimiz uchun demak ekib qo'yilgan hammasi. Gullar ekilgan, mana hamma joy, mana ekilgan ko'chatlar hammasi, mana balqi tut. Bu yil meva beryapti balq tutimiz mana. Mana ko'rsataylik mevalarni, mana hozir mevasini. Mana bu yil meva solgan, birinchi yili meva berishni boshladi. Demak, Usmon aka o'zi hosil berishni boshladi siz daraxtlaringiz. Ehtiyot bo'ling. Aha. Qolganlari mana yana. Bu yerda mana serinlar ekilgan, yana serinlar bor. Har xil manzarali gullar. O'tgan yili bu yerda tarvuz qovun ham bo'lgan edi. Rosa rayhon ko'p edi. Rayhonlarimiz bu yil hali rivojlanmadi. Aha. Bu manzarali yo, bu ham mevali tutmi bu? Mevalimi? Ha, bu yil meva bermadi, lekin hali. Mana o'riklar, keyingi ekilgan o'riklar, mana bu shotut, mana o'rtada shotut ekkanmiz.
Mana boya aytib o'tganingizni ham ko'rsataylik-da tomoshabinlarimizga. Mana bu yerda kompaniya tomonidan har xil sasnalar ekilgan edi, lekin ora-orasiga mana bunday mevali daraxtlar ekib chiqildi. Gullar ekilgan. Ha, gullar ekilgan. Hozir mana gullarni ham ko'rsatamiz. Har xil gullar bor. Keling. Mana bu yoqda mana beryozalar, endi bular kompaniya tomonidan ekilgandi, lekin orasiga 7 ta yong'oq ha, ekilgan. mana yong'oqlar, Namangan yong'oqlardan ekilgan. Ha. Oq yong'oqlardan. hozir ko'rsatamiz. Domda atroflariga ham yana mana o'riklar ekilgan, ularni ham bir ko'rsataylik. Ha. Mana bu tomonni oldin bu yoqni oling. Bu Aha. tomondagi mana Aha. 3 tup uzum ekilgan. Uzumlar bu katta bo'ldi. Tagiga ishkom qilamiz. Tagiga ishkom qilamiz deb. Bu yerga mana suhbatlashib o'tiradigan ayvon tagiga ham ekilibdi-ku, ana ikkitasi tutgan, ha. Hozir ko'rsatmadik, lekin bu yoqda ham bor toklar. Bu yoqda ham. Mana uzumlar ekilgan. Gilos, o orqasiga yaponskiy haligi tutdan ham ekkanmiz, mana 2 tut. Ha. Barg beradigan tutlardan mana. Ha. Soya bo'ladigan yo'li bo'yi bo'lgan uchun yo'li bo'yiga ham ekkanmiz mana. Ha. Bu mana yaxshi barq urib, o'sib turibdi. Mana hammasi 4 metrdan qilib. Yana shuni aytish kerakki, bu yerga kompaniya tomonidan ekilgan ko'p manzarali daraxtlar qurib ketdi. Qurib ketdi yo shamolda yiqilib qoldi. Mana shu holatlar ham bo'ldi. Darhol bular o'rnini to'ldirib, mana barq urib, mana o'zi o'sib turibdi. Juda yaxshi. Endi u yoqdagi qatorda ham ko'rsataylik. Xullas bo'sh joy qolmadi, aziz tomoshabinlar. Sizlarda mana shu bog'dorchilik bo'yicha, ko'kalamni o'rlashtirish bo'yicha qanday tajribalar bo'lsa, kommentariyalarda yozinglar, like bosinglar. Bu tajribani mana Usmon akani ishlarini boshqalarga ulashishda, yetkazishda bizga yordam beringlar. Sizlar qanday o'zlaring yashab turgan joyda qanday bir nima deydi, mana shunday obodonlik ishlarini olib boryapsizlar, ularni aytinglar. Endi atrof go'zal bo'lsa, insonning qalbi ham go'zal bo'ladi. Estetik ko'rinish insonning qalbiga ham estetik tuyg'ular baxsh etadi. Ikkalasi bir-biriga nihoyatda bog'liq. Biz mana shunday bir otaxonlar bilan qo'shni ekanligimizdan doim faxrlanamiz. Bularni boriga shukr. Endi afsus, ba'zan ishlar bilan bo'lib biz yoshlar yordam bera olmaymiz. Bodomini olib keldik. Ha, bu qanaqa bodom? Ha, Eron bodomi ekan bu. Ha. Mana bu yoqni ham qarashimiz mumkin. Domimizni, biz ko'p qavatli uyni yonbosh tomonini. Mana bu yerda ham manzarali daraxtlar bor edi. Ayrimlari o'sdi mana bunday. O'zi mana o'riklar bu yil hosil bermasa ham Hosiliga berdi, yo'q. berdimi? Ha, davchasini yeyishganda. Davchasini. Ha, davchasini yeb tugatishdi demak. Ikkita bor, ustida qolganlar bor, ikkita. Ana bu hammasi hosilga kirdi. Ha. Yaxshi gullagandi, esimda bor, lekin keyinchalik demak bu bo'yi kalta bo'lgandan keyin bolalar davchasini yegani osh bo'lsin. Ha, osh bo'lsin. Orqadagi domga ham ekkamiz, orqadagi domni ham oling, arasini. Ha, olamiz. Ha, keling mana ko'rsatamiz. Bu mana bizning orqamizdagi 4 ta dom. Mana uzoqdan ko'rsataman. Demak, bularga ham hamma tomoniga gir tevaragiga aylantirib mana shunaqa daraxtlar ekilgan. Bularni hammasini mana shu bizni otaxonlarimiz, bizni mahallamizni fayzi bo'lgan keksalarimiz qurishgan. Endi bu tomondan aylanaylik hovlimizni, o'zimizni domlarimizni hovli tomonini, bu tomonni ko'rsatmadik. Bu tomonda ham har xil gullar, rayhonlar ekilgan. Endi rayhonlar hali jonga kirmadi. Endi asta havo ham birdaniga isib ketdi-da. Usmon aka. Shu. Mana soya beryapti. O'sha soyali daraxtlar ko'p bo'lgani qayda-yu? Qayerga yursang yoz issiq kunlarda, ayniqsa keyingi yillarda mana iqlim o'zgarishi, ekologiyaning buzilishi, Toshkent shahrida ketma-ket o'sha qayta eng iflos, havosi ifloslangan shaharlar o'rinda bo'yicha yetakchilik qilayotganligiga qarshi mana bizni keksa otaxonlarimizni, namunali qo'shnilarimizni bir katta hissasi deb bemalol aytishimiz mumkin. Qaranglar, mana undan tashqari shu yil bahor boshida adashmasam
Vazirlar Mahkamasini ko'p qavatli uylarda atroflaridagi bo'sh turgan uylar joylarga daraxtlar ekish, ko'kalamzorlashtirish haqidagi qarori bor edi. Bu qaror endi qayerda qanday ijro etilyapti men xabarim yo'q, lekin qaror chiqmasdan turib ham bizni mana qo'shnilarimiz shunday ibratli, hammaga saboq bo'ladigan namunali ishlarni amalga oshirganligidan biz faxrlanamiz albatta. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Odamning bahri dili ochiladi. Aha, ketdik, boramiz, boramiz. Hozir mana bu bizni ikkita domda hovlisi bu. 6-dom bor. Bizni shu faxrlanamiz. Biz mana shu Usmon aka bilan mana shu ibratli ishlarni qilgan keksalarimiz bilan qo'shni bo'lib yashaymiz. Mana bu yerda mazza qilib soyada onalar bolalarini aylantiradi, bobo, buvilar nevaralari bilan birga yurishadi, dam oladi. Mana shunday muhitni yaratishda, demak, Usmon aka singari otaxonlarimizning hissasi nihoyatda katta. Mana gullarimiz endi ochilib bo'lyapti asta. Nihoyatda chiroyli bo'lib, mana bu yerda ham ko'rishinglar mumkin. Endi bugun yakshanba kuni odatda bu yerda o'zi shirkatni deymizmi, shu uy-joy mulkdorlari shirkatini xo'p, hozir mana bu yerda ham mana gullar, bu yerni ham bir ko'rsating. Mana bu yerda ham Olxo'ri hamda gilos hamda o'rik, mana tomonga 4 ta haligi yong'oq ekkanmiz. 4 ta yong'oq, 4 ta yong'oq chiroyli bo'lib turibdi. Yong'oqlarni yetib o'tkin kech ekilgan, ular 23-yilda ekilgan ko'chatlarimiz hammasi. Mana demak hammasi ekilgan ko'chatlar. Shuni aytishimiz kerakki, mana bizning qo'shnilarimiz ichida hindlar bor, inglizlar bor, har xil millatga vakillari bu yerda vaqtinchalik yashab, shu yerda ishlab, turklar bor, juda ko'p millatga mansub odamlar yashaydi va ular ham mana shu bizni o'zbek xalqimizni bog'dorchilik, obodonchilikka ko'rsatayotgan ishlariga juda katta baho beradi. Biz ko'p guvoh bo'lganmiz bunga. Mana bu demak bizning orqa tomonimizdagi ko'p qavatli uylar. Bu yerga ham mana hamma joyda bo'sh joy qolmagan, xullas, bo'sh joy yo'q. Hammasiga demak mevali daraxtlar, manzarali daraxtlar ekib chiqilgan. Yuring endi bu ikkita hovli. Keling, siz yuring. Keling. Azizlar, mana endi o'riklarni hamma taniydi. Lekin mana bu daraxt xuddi chinorga o'xshab ketadi, lekin chinor daraxti emas. Nima daraxtligini bilmayman, lola daraxti deb qo'yishadi. Nihoyatda chiroyli gullaydi. Shunaqa barglari bo'lishi bilan birga gullari nihoyatda chiroyli, odamning bahri dili ochiladi ko'rganda. Qator daraxtlardan hammasi mana yong'oq, ananas hammasini ekkanmizda bir xilda qilmasdan mana bu tomonda juda ko'p o'rik ekkanmiz. Yon tomonda ham barakamasa. Bu yerda ham bir ko'rsatib o'taylik. Bu mana shu asosiy, demak 4 ta domni ikkitasini hovlisiga kirib kelyapmiz. Mana bolalarimiz bu yerda o'ynaydi, tinch osoyishta, atrof chiroyli. Demak, ertaga mana shunday go'zalliklarni, obodonchilikni, chiroyli joylarni ko'rib o'sgan bolalar ham kelajakda albatta xuddi mana shu otaxonlarimiz singari chiroyli joylarni barpo etishga, yaratishga, borini, go'zallikni asrashga harakat qiladi deb o'ylayman. Juda katta tarbiyaviy ahamiyatga ega, to'g'rimi Usmon aka? To'g'ri. Mana bo'sh joy qolmagan. Bir qadam deymizmi, 1 metr bo'sh joy ko'rsa, Usmon aka darhol o'sha joyga daraxt o'tqizishga harakat qilishadi. Mana bu tomonga noklar ekkanmiz boshiga. O'rtaga ham noklar ekkanmiz, o'rtaga ham. Mana gullar hammasini ichidan haligi pachkalarni olib tashladik. Mana hammasi. Mana narigi tomondagilar ham
Hali bu 3-4 yil ichidagi bo'lgan ishlar va 3-4 yillik mehnatlarning samarasi. Xudo xolasa hali yaqin kelajakda 5-10 yil ichida bir bog'lar bo'lsin, kelib bu yerda endi albatta bularni sarishta qilish, muntazam parvarishlab, e'tibor berib borish kerak bo'ladi. Sug'orish kerak bo'lsa, payvandlash deymizmi yoki bo'lmasa nima deydi uni, xomnart deydimi? Parvarishlab, o'shada keraksiz shoxlarni kesib tashlash deymizmi? Shu ishlarni ham albatta amalga oshirib borish kerak bo'ladi. O'rtalar hammasi. Albatta mana bular hammasi mahallamizni ko'rki deb aytishimiz mumkin. Azizlar, orqani ham yana bu yerda domga kirib kelaverishda ham albatta chiroyli joylar bor. Mana bu yerda mana ko'proq bu burchakni deyishimiz mumkin. Qo'shnimiz Alisher aka ko'proq parvarish qiladi. Doim bu yerda atirgulani gullari oling. Yangi gullar ekib, mana kirishga. Mana qarang qanday bo'y cho'zib qoldi bizni daraxtlarimiz. Bizni bu kirib kelishimiz, mana shu yerdan kirib kelamiz. Mana bu yerga Alisher aka degan qo'shnimiz o'ziga xos bir gulzor, chamanzor barpo etgan, o'ziga xos bir gullar burchagi deyishimiz ham mumkin. Mana mahallamizga kirib kelishingiz bilan ko'zingiz mana shunday chiroyli gullarga tushadi. Mana keling, mana bu yoqqa ham esingizda bo'lsa bir Ulug'bek akalar bilan ekuvdik. Mana ular ham ayrimlari o'sibdi. Anjir qurib qolibdimi deyman, Tagida ohak bor ekanda. Bu qanday daraxt men bu? Usmon aka, men buni tanimayapman. Olxo'ri. 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 Mana shu olxo'rigacha bor demak bizda. Mana shu daraxtlar nima edi, nomini bilmaysizmi? Bu nomini bilmayman. Lola daraxtida, endi lola juda chiroyli gullaydi-ku. Bu gilos. Qizil gilos. Qizil sariq gilos mana bu. Narigi yong'oq, o'rtadagi yong'oq mana katta bo'lib ketdi yong'oq. Birinchi boshda ekilganlar bular. Keyin qolganlari keyingi yil ekdikda, navbat bir yilda hammasi ekib bo'lmadi. Demak, mana shunday bizni mahallamiz. Bizning qishloq suvi shirin, suluv qizlar so'zi shirin. Bilaman men, shu sababli joni dildan sevaman men. Mana bizni yana bitta jon kuyar, doim mahalladagi tinchlik osoyishtalikka qarab turadigan, mana shu obodonchilik ishlari bosh bo'lgan Faxriddin hoji buvamiz. Hoji buva, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Bir duo qilingizlar. Alloh yurtimizda, elimizda, mamlakatimizda tinchlikni, osoyishtalikni xotirjamlikni bersin. Dunyoda hammamiz uylarimizda, ro'zg'orlarimizda, xonadonlarimizda, ishlarimizda, oila ro'zg'orlarimizda, ishxonalarda tinchlikni, osoyishtalikni xotirjamlikni bersin. Alloh ko'p nasrasin. Ko'p qatorda bizlarni hammamizni salomat, o'z panohida asrab, kelgusida qo'shganimizdan qo'sha qarib, piri badavlat bo'lib, o'g'illarimizni, qizlarimizni, navara, chevara, ayvarlarimizni yaxshi kunlarni ko'rib, boy badavlat bo'lib, huzur halovatda pensiyalarni olib sog'-salomat yurishni nasib aylasin. Allohim o'zi karomatlaridan quruq qo'ymasin, sharofatlaridan quruq qo'ymasin, xursandchilardan quruq qo'ymasin, shafoatlaridan quruq qo'ymasin. Allohim o'zingga hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimizga salovatlar bo'lsin. Rahbarlarimizga Allohim o'zi insof bergin. Dunyoda tinchlikni hukmron qilgin, osmonimizni doim musaffo qilgin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar. Amin, shunday bo'lsin. Katta rahmat sizlarga. Faxriddin bobo mana shu ko'chatlar ko'karishida ichimlik suvdan mumkinman degandan keyin, strop turistlar degandan keyin kecha soat 2 dan 5 gacha 2 ta 10 litrlik haligi bakalashkada olib chiqib shularni hammasini yozda demak sug'arib, shularni shu ko'kartirishga juda katta yordamlari tegdi. Xizmatlari juda katta bo'ldi. Birga shu daraxtlar hammasi ko'karishida mana shu Faxriddin bobo birgalashib ko'karishda katta haligi
ish bo'ldida. 7 mahalla ota-ona degan gaplarimiz bor. Yana shuni aytishimiz kerak, Faxriddin aka, yoshlar bir tartibsizlik qilsa yoki bir daraxt shoxini sindirsa yoki kimdir mashinani belgilanmagan joyga qo'yib ketsa, qattiq tanbeh berib shu mahallada asosiy tartibni saqlab turadigan otaxonlarimizdan biri Faxriddin aka bo'ladi. To'g'rimi, Usmon aka? To'g'ri. Doim tez ovozlarini eshitib turamiz. Men o'zim yugurib balkonga chiqaman. Kim nima ishkal qildi ekan, Faxriddin aka urushib beryapti deymanda, lekin hamma Faxriddin akaning aytganini qiladi, bo'ysunadi, bo'ysunmasa yaxshigina gaplardan eshitadi. Yaxshi, borlaringizga shukr. Doim sog'-omon bo'lingizlar. Sog' bo'lingizlar, birga bo'laylik, sog' bo'lingizlar. Bolalarning huzurini ko'raylik. Mana shu mahallamiz, uyimiz oldi, ro'zg'orimiz obodon bo'lsa, gullab yashasa hammamiz obro'yimiz. Bolalarimiz evin erkin yuradi, soyasida o'tiradi, mevasidan olib yeydi. Ertaga shuni savob hammasi siz bilan bizga tegadi. Qo'limizdan kelgancha Allohga shukr, yaxshilik qilishga, savob ishlarni qilishimizga shoshilishimiz kerak. Bir-birimizni yaxshi tanbeh berib, bir-birimizni yaxshi yo'lga boshlashimiz kerak. Kelajakda mana shu yoshlar sizni biz keksalardan ibrat olsin, o'rnak olsin, yaxshilik qilsin, aka-ukalarni yaxshi tarbiyalasin. Kelajakda albatta bu yangi O'zbekistonning katta bir manba bo'ladi, katta bir ishchi bo'ladi, katta bir yosh bo'ladi. Kelajakda bular ichidan qancha professorlar, injener, muhandis xodimlar, hokimlar, prezidentlar chiqadigan katta bir yurt bu. Bu yurtning obodonchiligi hammamizning obodonchiligimiz. Bu yurtning tinchligi hammamizning tinchligimiz. Huzur halovatda yurishimiz hammasi o'sha tinchlikda, osoyishtalikda. Bolalarimizni huzur halovatini ko'rib, qo'shganimizdan qo'sha qarib, peri badavlat bo'lib yuraveraylik. Men bu otaxonlarimizni qilayotgan ishlari, mehnatlarini beg'arazligiga, hech qanday bir manfaat kutmasdan qilayotganligiga shak shubha yo'q. Faqatgina savob umidida bular mana shu mahalla tinchligi, obodligini o'ylab qilishib kelyapti. Lekin shu yerda bir fikrimga aytib o'tmoqchi edim. Mana keyingi paytlarda hukumatimiz deylik tashabbusi bilan mahallada, umuman jamiyatimizda katta bir hissa qo'shib kelayotgan keksalarga birinchi darajali mehnat faxriysi, ikkinchi darajali mehnat faxriysi singari unvonlar beryaptiki, bular ko'pchiligi olimlar yoki bir faol jamoatchi, televizorlarga ko'p chiqadigan keksalarga berilyapti. Lekin mana jamiyatimizda mana shunday kunda kunosha televizorga chiqmaydigan, radiolarda chiqmaydigan, internetlarga chiqmaydigan otaxonlarimiz borki, o'ylaymizki mutasaddilarimiz o'sha bu mahalla kengashlarimi yoki respublika nuroniy jamg'armasida o'tirgan mas'ullarimiz bormi? Mana shunday bizni keksalarimizga ham e'tibor qaratishsa, ularni ham bemalol mana mahalla tavsiya qilishi mumkin, bizni qo'shnilar tavsiya qilishi mumkin. Shunday bir unvonlarga mana bu yerga domga yozib qo'yilsa, bu yerda birinchi darajali mehnat faxriysi Faxriddin Hojiboy yashaydi. Bu yerda birinchi darajali mehnat faxriysi Usmon Hojiboy yashaydi deb yozib qo'yishga bemalol arziydi. Mana biz mahalladoshlar, qo'shnilar, bizga o'xshagan shularga bir somiy bo'lgan, shularni hurmat qiladigan, bularning ishini ko'rib turgan, bularning ishining samarasini mana hozirgina ko'rsatib o'tdik. Ko'rib turgan qo'shnilar bemalol tasdiqlaymiz, tavsiya etamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Omon bo'linglar. Rahmat.